Salom do'stlar. O'zbekiston futboli va jahon futboli yangiliklari. Videolarimiz yoqsa kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni esdan chiqmasin. U17 murabbiyi Mundialni O'zbekistonga qarshi o'yin bilan boshlaymiz. Bu mamlakatning qanday yutuqlarga erishayotganidan xabardormiz. Paragvay o'smirlar terma jamoasi bosh murabbiy Mariano Iglesias U17 jahon chempionati oldidan FIFA saytiga intervyu berdi. Tayyorgarlik jarayonidan juda ham mamnunman. Bu futbolchilar bilan 2 yildan buyon ishlab kelyapmiz va ular ikkita qit'a musobaqasida ishtirok etishdi. Ular Boliviyada U15 darajasida o'z imkoniyatlarini namoyish etishdi. U yerda biz chempion bo'ldik. Keyin esa shu yilning boshida U17 jahon chempionatiga yo'llanma oldik. Biz bu turnirga anchadan beri tayyorgarlik ko'ryapmiz. Bir-birimizni yaxshi bilamiz va bu yigitlar qit'a miqyosida katta tajribaga ega. Ammo jahon chempionati bizga yangi his-tuyg'ular va butun dunyodagi raqiblarga qarshi o'yinlarni taqdim etadi. Jamoalar turli madaniyatlar va o'ziga xos o'yin uslublarini taqdim etadi. Bu esa barcha ishtirokchilar uchun yangi tajriba bo'ladi. Qo'limizdan kelganicha yaxshi o'ynashga harakat qilamiz. Biz musobaqa boshlanishidan 10 kun oldin Dubayga kelib, iqlimga moslashdik. Turnirning ochilish o'yinida O'zbekistonga qarshi eng yaxshi holatda maydonga tushish uchun bu yerda turli qit'alardan kelgan jamoalarga qarshi tayyorgarlik o'yinlarini o'tkazdik. Turnirga tayyorgarlik ko'rishda qanday yondashuvni qo'lladingiz? Biz o'z ishimizga va o'smirlarning yaxshi tayyorgarlik ko'rishi, iqlimga moslashishi hamda to'g'ri kayfiyatda bo'lishiga e'tibor qaratyapmiz. Ularning yosh ekanligini unutmasligimiz kerak. Bunday yirik turnirda ishtirok etish ruhiy jihatdan juda og'ir bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz tayyorgarligimiz va fikrlash tarzimizga juda katta e'tibor qaratyapmiz. Asosiysi, ular turnir ko'lamidan cho'chib qolmasligi kerak. Shu bilan birga raqiblarimizni hech qachon e'tibordan chetda qoldirmaymiz. Guruh haqida qanday fikrdasiz? Guruhdagi raqiblarimizning saralashda qanday o'yin ko'rsatganini ko'rdik va shundan kelib chiqib ish tutamiz. Barcha jahon chempionati yo'llanmasini munosib tarzda qo'lga kiritdi. Bizga qarshi o'ynaydigan 3 jamoa bir-biridan keskin farq qiladigan sinovlardan o'tkazishini bilamiz. Mundialni Osiyo chempioni bo'lgan O'zbekistonga qarshi boshlaymiz. Ularning qit'a miqyosida katta yutuqlarga erishayotgani va kattalar terma jamoasi kelasi yilgi jahon chempionatiga yo'llanma olganidan xabardormiz. Barchamiz tezroq o'yinga kirishib ketishga va har bir futbolchi jahon chempionatida o'ynashdan kelib chiqadigan qo'shimcha bosimni engib o'tishga harakat qilamiz. Eng tez start olgan va o'zini tezroq topgan jamoa dastlabki ustunlikni qo'lga kiritadi. Jamoangizning futbol falsafasini qanday ta'riflaysiz? 5 ta jamoadan iborat 2 ta guruh ishtirok etadigan qit'a saralash turniri juda qiyin kechdi. Guruh bosqichida Argentina, Chile va mezbon Kolumbiya kabi kuchli jamoalarga qarshi o'ynab, 2 tadan o'yinda g'alaba qozondik va mag'lub bo'ldik. Biz individual o'yinchilarga tayanmaymiz, lekin bu yosh guruhdagi Janubiy Amerikaning barcha terma jamoalarida ham shunday. Biz katta shiddat bilan o'ynaymiz va har bir to'p uchun kurashamiz. Biz jismonan kuchli jamoamiz va har bir o'yinimiz jangari ruhda o'tishiga e'tibor qaratamiz. O'yinlarda g'olib chiqish uchun aynan shunday yondashuvni qo'llaymiz. Sizningcha, turnir futbolchilar uchun qanday o'tadi? Bu jahon chempionatidan umidim juda katta. Men bir necha oy oldin qur'a tashlash marosimida ishtirok etdim va formatni tushuntirishganida Aspiri akademiyasida qatnashish o'ziga xos va noyob tajriba bo'lishini angladim. O'yinlar biz odatda ko'nikkan an'anaviy stadionlarda o'tkazilmaydi. Bu yoshdagi musobaqalar ba'zan juda katta arenalarda o'tkaziladi. Boshqa o'yinlar boshqa maydonlarda o'tkaziladigan Aspiri akademiyasida o'ynash turnirga men Parij 2024 da his qilgan Olimpiya qishlog'idagi kayfiyatni beradi. Musobaqani intiqlik bilan kutyapman, chunki bu futbolchilar uchun o'rganish va qimmatli tajriba orttirish uchun ajoyib imkoniyat bo'ladi. Turnirda jamoangiz oldiga qanday maqsadlarni qo'ydingiz? Musobaqaga kelgan har bir mamlakatning orzusi bir xil, kubokni ko'tarish. Axir ularning barchasi g'alaba qozonish uchun shug'ullanadi va tayyorgarlik ko'radi. Biz doimo ana shunday maqsadlar sari intilishdan zavqlanamiz. Albatta, bu shunchaki orzu bo'lishi mumkinligini bilamiz va turnirga biz g'alaba qozonamiz yoki biz g'alaba qozonishimiz shart degan da'vo bilan kelmaymiz.
Menimcha, bu yerda g'olib bo'lish har qanday jamoaning asosiy maqsadi emas. Biz esa har qanday raqibga munosib qarshilik ko'rsatish va barcha ishtirokchilardan ustun kelishga harakat qilishni xohlaymiz.